Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ekzamendamiz. Bugun 3-sentyabr. Xudo xolasa ekzamen jarayonlarini ko'rsatyapmiz. To'g'ri. Qizim aka. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qarabağ City. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ekzamendamiz. Bugun nechinchisi akalar? 6. Bugun sentyabr kuni mana ekzamendamiz xudo xolasa. Bolalar hammasi o'zimiznikilar. Mana ekzamenga navbat kutib turibmiz xudo xolasa. Yoritib boramiz keyingi joylarni inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ekskavator ustiga obunachilar. Mana bugun 6-sentyabr, xudo xolasa ekzamen jarayonlarini ko'rsatyapmiz. O'quvchilarimiz ekzamen topshiryapti. Hammasi bizda chestniy, hammasi chotki. Kuzatishda davom qilamiz. Keyinroq vojniy jarayonlarini kuzatib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ekskavatorchilar. Sizlar men Murod Qodirov. Bugun 6-sentyabr. Agar mana ekzamen jarayonlarimiz topshirib bo'ldik. Xudo xolasa, agar kim yozilmoqchi bo'lsa, mana biz hozir auditoriyadamiz. Agar kim yozilmoqchi bo'lsa, 13-chi, 20-chi, 27-sentyabrlarga joylarimiz bor. Yaqin kunlarda. Keyin oktyabr oyiga o'tib ketadi. Приходите, будем ждать вас в нашем учебном центре на экзамене. Да, ждём. Hurmatli ekskavatorchilar, mana ekzamen jarayoniga ketyapmiz. Mana akalarimiz, bu akamiz uyalar ekan YouTube'dan, mana akamiz Shovotdan, mana Sariq akamiz, bu akamiz Surxondaryodan ekan. Xullas, mana Pskov vojniga ketyapmiz. Pskov shahriga yetib kelyapmiz. Mana yo'ldamiz hozir. Yo'llarimiz ravon, ularga chiqamiz yaxshi. Kuzatishda davom qilamiz. Ekzamenga bolalarni olib kelyapmiz, 6 ta odam bugun. Qarabağ City mana. Kim edi ati? Ati kim edi? Qayrbay ağa, Qayrbay. Qanliko'l. Qoraqalpog'iston. Hammasi ko'rib turganingizda cho'tka, hammasi o'zimiz qora ko'zlar mana. Hammasi mana. Mana Shopir akamizmi? Qayerdansiz Shopir aka? Andijondanman. Qayerdan odam olib keldingiz? Moskvadan odam olib keldim. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Ularni olib kelib, yana ekzamenni o'tkazib, vojniy o'tkazib, yana Moskvaga olib borib, Necha so'mga olib borib keltirsa odamlarni? Hozirgi 22 mingni olib keldim aka. O kishi 22 ming bo'ldi. Bitta mashina, Hyundai Solaris. Hyundai Solaris, 4 kishi Solaris. Shunda odam boshqa 5,5 mingdan bo'ladimi? 5,5 mingdan tushadi. Aha, bo'ldi. Ularni olib kelib, orada o'tkazib, ekzamenni hammasini o'tkazib, chiroqli olib kelib, yana olib chiqib qo'yapman. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Sizga bolalarni o'ylayapsiz ekan. Ana, sog' bo'lsin ana. O'zimiz hozir yana ko'ramiz. Qayrbay ag'ani. Hozir qarab turasiz, orqa bilan chiqish kerak. Orqadan chiqmasa bo'lmaydi. Ketadi. Ana. Ko'rdingizmi? Orqa bilan chiqdi, ana shunday bo'ldi. Qayrbay ag'a. Qayrbay, arbi intervyu bering, arbi necha ko'rdi qani? Yaxshi. Tem bo'lmadimi? Distansiya pravolarim bor. Bu traktorda sürgünmen talay. Hiç qiyinchilik joyi yo'q. Ekzamen jarayonidamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana odamlarimiz vojniy jarayonini topshiryapti. Bugun 6 ta o'quvchimiz nimalarni topshiryapti. Xullas, pravalik bo'lyapti. Hozir vojniy jarayonidan lavha. Demak, assalomu alaykum, tanishib olamiz sizlar bilan. Bahrom. Benim ismim Bahrom. Qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikiston qayerdan? Abadiyondan. Gapiravering. Shu akamizdan telefonlashib, mana ekzamenlarga topshirib, pravalarni mana bugun ekzamen topshirib, pravalar olyapmiz. Sog' bo'linglar, sizlar ham olinglar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Assalom. Qayerdansiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayonidanman. Atim Qayrbay. Hammaga Muratga xabarlasa Qarabağga topshiruvimizni so'raymiz. Albatta yordam beradi. Menga da yordam berdi. Hamda olimning o'zimning qarakangning yigitlarini Muratga xabarlashuvini so'rayman. Hammaga umid жұмыстарында. Endi janda gazin basamiz.
Sog' bo'ling Murod, tabriklayman. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Men Surxondaryodan Subaydullo. Aha. Bugun mana nimaga keldik? Ekzamenga hozir vajeniya topshiramiz. Bizlarga hammasi zo'r, aldash nimasi yo'q, hammasi konkretna. Hammaga bu nima qilaman. Tavsiya qilaman. Sog' bo'ling aka. Sizlarga omad. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Qayerdansiz? Yo'ldoshim Jahongir, Tojikiston Respublikasi, Gorod-Xo'jan. Можете на своем языке, на таджикском можно общаться. Gorod-Xo'jan. Ammo Sabana doroga gapiring. Muammo kanali aka Murod dedim, ammo prava грифтани omadim. Hammasi 100% buday, ammo ekzamen hammasiga Xudoshon yordam doda, hammasiga yordam dodaysan, hammasi 100% buday. Ammo kasi prava darkor bo'ladi, ammo Murod aka Murod kanal ishlab bidiring, hammasiga hastay. Ammo Xudoshon miyora, ammo taksishonom hastay, yordam metyat, prava hammasi 100%, durug' nestay, hammasi 100%. Akajon, omad, barori ko'r. Omad boshi. Tojikiston Bapesh. Assalomu alaykum. Shoynaning kanalining подписчиклari. Men Muhammad Tojikistondanman. Bana doroga gapiring. Muhammad Tojikistondanman. Shoynaning kanalini ko'rib, men keldik. Nasib bo'lsa, endi ekzamenlardan o'tamiz. Endi 10-15 kunda prava nasib bo'lsa qo'lga olamiz. Agar kim xohlovchilar bo'lsa, Shoynaga murojaat etsin. Shoynam o'zi tayyorlab beradi. Rahmat aka, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Siz qayerdansiz? Men Xorazm viloyati Shovot tumani Aha. Kattaqal'a qishlog'idanman. Aha. Shu videolarni ko'rib, mana Murodjon Qodirov kanalini ko'rib, shunga qarab keldik. Aha. Xudo xolasa, shu uyda prova topshirib Hop. Xudo xolasa olib, ishga yaxshi ishlarga joylashishdan niyatimiz bor, xudo xolasa. Aha. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Ho. Hurmatli ekskavatorchilar, mana ko'rib turganlaringizdek, mana bizning oxirgi o'quvchimiz topshiryapti. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Kim uzoqdan bizni kuzatayotganlar bo'lsa, Irkutsk, Chita, yana qanaqa bir Amursk oblast. Ana shularga zo'r yangiligim bor. Sizlar juda ko'pchilik telefon qilasizlar menga, qanday olasizlar, qanday borishimiz shartmi deb. Xudo xolasa sizlarga bir telefon qilsangizlar zo'r yangilik aytaman. Uni ham ilojini topdim, gaplashdim. Xullas, uzoqdan ko'rayotganlar telefon qilinglar. Chotki bomba yangiliklar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.